Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda inflyatsiya 7% gacha yetishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston 2026-yilda inflyatsiya darajasi eng yuqori bo'lishi kutilayotgan dunyodagi davlatlar qatoriga kiritildi. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi prognozlarida keltirilgan. Ma'lum qilinishicha, Qirg'iziston 10.7% prognoz bilan 18-o'rinni egallagan. Qirg'iziston esa 10.6% ko'rsatkich bilan 19-o'rinni qayd etgan. Markaziy Osiyo davlatlari ichida aynan shu ikki mamlakatda iste'mol narxlarining o'sishi eng yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda. Boshqa mintaqalar davlatlari bo'yicha prognozlar quyidagicha: O'zbekiston 7%, Belarus va Moldova 6.4%, Ukraina 6.1%, Ozarbayjon 6%, Rossiya 5.6%, Gruziya 4.4%, Tojikiston 4%, Turkmaniston 3.9%, Armaniston 3.6%. Eng yuqori inflyatsiya esa Venezuelada kutilmoqda, ya'ni 387.4%. Kosta-Rika esa deflatsiya qayd etishi mumkin bo'lgan yagona davlat sifatida ko'rsatilgan. Jahon valyuta jamg'armasi ma'lumotlari mamlakatlardagi narxlar dinamikasini baholash va iqtisodiy barqarorlikni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ma'lumot uchun, inflyatsiya bu iqtisodiyotda tovar va xizmatlar narxlarining umumiy darajasi vaqt o'tishi bilan oshib borishi, ya'ni pulning qadri, qobiliyati pasayib ketishi holatidir. Oddiy qilib aytganda, avval bir miqdor pulga ko'proq narsa sotib olish mumkin bo'lsa, inflyatsiya kuchayganda shu pulga kamroq mahsulot yoki xizmat olish mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Markaziy bank aprel oyida O'zbekistonda umumiy yillik inflyatsiya 7% ni tashkil etib, mart oyiga nisbatan biroz pasayib trendini ko'rsatgani haqida xabar berilgandi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.